İskeleton toplayayım da soğudum oldum erkeğe taşıyıp veriyordum. Mana bu kesish masalasidan oldingi so'radim bo'ldi. Bu narsa taylagan ulug'bek akaga taylagan bo'lishi mumkin. Ulug'bekka chiqqan. Tashabbus ko'rgan. Inomjon qadimiga taylagan. Bu mana shunaqa so'rmaydi mana. Qarang. Bu haqiqat misol uchun. 1 metr kvadrat 142 million tushyapti ularga. Menda mana shu eng oxirgi itoga 1 milliard 500 turish kerak. Hozir bu yerda 1 milliard 752. Bizda limit oshib ketgan. Mana bu xarajatlar mana. Mana zatrat bilan proyektni bizlar yutib olgan summamiz 1 million. Zatrat zakazchi 3% oladi 49 million. Zatrat kadastr. O'sha hozirgi bizlar o'lchab kelgan yo'llaringizni, masalan, nechta uchastka bo'lsa, o'shaning kadastri uchun mana 32 million ajratilyapti. Mana 103 million bo'lyapti itoga. O'sha sizlar yutib olgan summani, masalan, 1 milliard 499 850 ha? Hammada bir xil mahalla. Minus masalan 103. 1 milliard 396 ga chiqish kerak mana bu ito. Sizlarda ham xuddi ana shunday masala turibdi. Endi qarang, shu narsaga da bitta narsa. Bu yillar mobaynida shunday bo'lib kelyaptimi? Oldin 5% olardi, oldin. 5% ichida o'sha kadastr bilan o'tardi, ham loyihachi summasi o'tardi. Bu demoqsizki, mana yillar mobaynida shunday bo'lib kelgan. O'tgan yili o'sha 5% ga urganda, tushunyapsizmi? Open budjetni 1 milliard 300 ni, o'tgan yil 1 milliard 300 ni birdan 5% ga urib hozir mana buni addini qo'yib beryapti mana loyihasi. Endi qarangda. Hozir ikkovining o'zi 5% bo'lyapti. Quloq soling. Hozir men o'sha o'tgan loyihachilar bilan gaplashdim. Hech qanaqa deydi, open budjet pulidan biz haq olishga haqqimiz yo'q. O'tgan yilgilar aytyapti. Endi mana o'tgan sezon tenderda deyapti, tenderga qo'yilib, tenderda o'zida YouTube yutib olib o'sha yerda chiqaramiz deyapti. Open budjet pulida hech qanaqa deyapti, loyiha nima zakazchi yoki kadastrga umuman daxli yo'q deyapti. Bu pul o'sha mahalla qaysi mahalla yutgan bo'lsa, mahallaning o'ziga ajratilgan mablag'. U kishi aytyapti, lekin to'g'rimi? Men bu yilgi loyihachiman. Men shuncha sizdan so'rayapman. Yillar mobaynida shunaqa bo'lib kelyapti desam, nima deyapsiz? Yo'q, men aytmayman. Mana bu 5% bo'lgan, o'tgan yil ham mana shu 5% ichida bo'lgan. 1 milliard 300 dan olgan mana shu 5%. Balki bu mana bu narsani boshqaga tushuntira olmagandir, birdan summaga chiqqandir. Misol uchun, o'lchab kelgan. Yoki men bu kecha borib kelganimda men birdan aytishim mumkin edi masalan. Men mana shuncha, misol 2,5 kilometr o'lchayman aka, undan ziyod o'lchamayman deyishim mumkin. Lekin bu kishi menga hamma ko'chasini ko'rsatdi. Men hammasini oldim. Kilometrda siz ограничение qo'ya olmaysiz. Mablag' yetgan joygacha. Ha, yashang. Bu mablag' doirasida bo'lyapti. Shuning uchun men lekin bilaman-ku, примерно masalan kvadrati o'sha 120 mingdan tushganda qanaqadir kvadrat bo'lganda masalan o'sha 1 milliard 399 ga bo'ladi degan narsani qo'yib bu akaga yo men 2,5 kilometr o'lchayman, 4 kilometr o'lchamayman deganim bu. 100% o'lchab keldim, 100% kiritdim hammasini. Chiqqan summasi mana 225 metr optilajini to'g'ri kelyapti. Qancha kvadrat chiqyapti? Mana hisoblaymiz. Hisoblaymiz, qarangda, har bitta loyihani har xil kvadrati har xil summami, yo'q bir xil. Yo'q, har xil. Sababini aytaman mana. Masalan, mana birinchi mana uklon birinchi ko'chamiz. 510 metr. 510 metrlik ko'chani ichida nima bo'lyapti? 12 santimetr основание, yarimi 355 metr, 7 metr. Sabab 6 metr yo'l. Mana o'sha startlar. 100% olgan, 30%. O'sha bilan qolgani mana 1125 kvadrat. Birinchi uchastka uchun. Bunda ish turi boshqacha. Endi ikkinchi uchastkani aytaman sizga mana. Buni bitta znagi bor. Ikkinchi uchastka mana 344 metr. 344 metrda ham mana 110 metr 3,5 metr asfalt bo'lyapti. 234 metr 4,5 metr asfalt bo'lyapti. Sizlarning dalanglar. Ikkinchi qo'yadan boshlanib stadion ko'chasiga chiqayotgan ko'cha. Bunda boshqacha kvadrat. Bunda 20% beryapti. Masalan, 100% asfaltni bergan, lekin 110 metrga 100% beryapti. Uni toshi yo'q. Aka bilan birga o'lchaganmiz, rasmlar. Stadion yo'lmi? Yo'q.
yo'q. Mana bunda boshqa protsess ko'rdingizmi? Yerga asosan nimasi toshi, masalan, xizmati sal farq qiladi. Qolganiga qaraganda. Hammasi farq qiladi, hammasi farq qiladi. Men aytganim hammasini jamlab o'rtacha kvadratini narxini chiqarib bergan deyman. Shunda qancha bo'lyapti? Mana endi 3-chi Sredi narxi. 3-chi uchastka mana. 320 metrligingizda qarang. 320 metrda ham xuddi shu narsa qarang. 113 metrga 4,5 metrlik, 3,5 metrlik asfalt uchun 20% основание beryapman. Qolganiga 100% основание beryapman. 20 santimetr. Mana 207 metrga. Tuproq tashlab nima qilib qo'yibdi-ku? Stadion yo'q. Stadion. Bir tomoni poliya. Bunda boshqacha prosess ketyapti, to'g'rimi? 270 metr mana. 270 metrda opshi 40% beryapman. 40%. Opshi. Bizda hech bitta ikkitama uchta ko'changizda основание 100%, qolganida foiz beryapmiz. Mana 360 metr uklon 5-berkityapmiz. 12 santimetr 100% beryapman основание. Uklon 5 qaysi edi? Uklon 5. Mana bu. Zafar aka ko'chasi. Yo'q, uklon 5 bo'layotgan bo'lsa, Qabriston yoni bilan nima? Necha metr deyapsiz uzunligi? 360. Qaynatalar ko'chasi. Qabriston yoni bilan Sadra Mahmudlar ko'chasi bo'lishi kerak. Yer 360 chiqmaydi. Yo'q, bunday. Mana bitta uyni sizlar Sayyorlar ko'chasi chiqishi mumkin. qarang aka. Qabristonni oldidan kirib, bitta uyga Tahavvur. qadaldigu, keyin yana boshqalarga addi. Mana shu joy 360 metr. Qarang, uni qayerda 3,5 metrga yoki 4,5 metr. Yo'q, bitta bunisini adishi. Qabristonni eshigigacha 4,5 berganman, mana 4-uchastkada. Mana 100 metr. Ha, qolgan 170 metrni 3,5 bergan. 3,5 keyin yana darshxonadan o'tdik-ku, to'xtatamiz dedi. Yo'q, chunki yo'l yo'q. Mana yana 4,5 bo'lish kerak. 360 da boshqa masala. Bu yerda boshqa, bu yerda ham. Xullas hamma uchastkangizda boshqa masala. Opshi 7-chi ko'cha. 7-chi ko'cha. Men ko'raman. Sizlarni qarang, 237 metrligingizda mana. 585 metrni 4,5 qilyapmiz asfaltini. Qolgan qabristondan davomini mana 152 metrni 3,5 asfalt qilyapmiz. Uni nimaga qilayotganligingizni ham sababini ayting. Bizlar aytdikmi o'sha narsani? O'shandan ko'radigan qilib. Yo'q, sababi Bular bular tushunmayapti-da, bizda bo'ladi. Bular o'z boshimchalik o'zlari yuribdi-yu, qildirib olyapti. hammasini ham 3,5 qilishimiz mumkin, lekin u ko'chada gabarit beradi. Gabarit bermagani uchun bo'ldimi shu? Yo'q, gabarit bergandan keyin ham hali joy bor. Agar masalan odamlar darvozasigacha yoki bir огородчасы bor, yoki lotok qilgan betondan, o'sha yergacha ham joy bor. Mana buni ham menga 4,5 qil deganda, masalan, o'sha qabriston davomini yoki stadionni buyog'ini mana 110 metrligini menga 4,5 qilsa, men qilib bera olaman. Ariq bor, ariqqa tushib ketadi. Shunday. Agar bu hammasi ichki ko'cha, namirnoy emas, 5-qo'yibali yo'q. Men uni hammasini 3,5 berishim mumkin. Metrlaringiz o'sadi. Mana bu 225 ni olmaymiz. Mana bu 6 metrlik 4,5 qilamiz. 4,5larni 3,5 qilamiz. Buni ham olib borish mumkin. 2800, 600. 225 Ular bo'layotgan bo'lsa, qaysi joylardan chiqaryapmiz? mana hozir stadion oldigacha bo'lganmiz. Yo'q, stadionda oldi bo'ldi. Asosdan yerlar Ana shular bilan hozir kelishma qilish kerak-da bu yerga. Biz aytsak gap o'taylik. Stadionda oldi bo'lmaydi. Qonishga stadionda qurilmaydi. Darvozagacha. Endi smetchigim chiqarib bergan. Mana 28-30 smetani nomeri mana 1 metr kvadrati 122 mingdan. Mana o'rtacha raqamdagi ko'rsataman sizlarga. Yonimizniki. Ha, yonimizniki. O'rtacha raqamniki nechi bu qanchadan hisoblab beradi? ular yetdimi? Ular 1 kilometr 100 deb bo'lyapti. 1,5 chiqarib beradi. Ha, 1,5 kilometr deb bergan. Lekin puli oz ular. Mana o'rtacha raqamdagi mana 114 metr. 114 mingdan. Zaki 120. Sredni hisoblab chiqqaningizda 120. Ha, mana shu 5 ta uchastka, 8 ta uchastkalaringizda o'qish kelib chiqqan o'sha. Birovga Menga qarang, hozir aytyapsiz-ku, mana bu zasga aql bo'ladi deb. ha, Shunday bo'lsa, naq bir xil ketaveradi. yo'q. Ha, agar bu yerda har bitta ko'changizda kerak bo'lsa, addini chiqarib berish mumkin narxini.
Bu endi menga simitchi mana shu 2 kilometr 806 metringizni bu yerga 2 kilometr 806, lekin asfalt qanaqadir kvadrati bor-da bu yerda misol uchun 12302 misol uchun общий asfalt yig'imiz. Ana shuni 1 metr kvadrati 122 mingdan tushyapti. O'sha основанияsi, planirovkasi, shebini, podgruntovkasi, bitum emulsiyasi. Shibini masalan 1 santimetr. 12 ga qancha? 300. Niye? Qiziq bo'lyapti, ha, video bo'lyapti. Shibini masalan, shibini qancha bo'lyapti, tosh qancha ijtimoiy tarmoqdan aka. Ijtimoiy tarmoqdan. Shibini qancha bo'ladi masalanda? 1 santimetr. 3 santimetr. 3 santimetr. 3 santimetr. Podgruntovka 1 metr kvadratiga 7 litr. Asfalt qanligi 1 santimetr. Menga qarang, keyin mana bu tosh masalasi, olib kelish masofalari hisoblanadi. Albatta. Qancha hisoblanyapti? Sizda mana yurishga xo'sh, mana kimyogarlar qo'rg'onidan beryapmiz. Hudud aylasi. Super. 13 kilometr. Sizlar obyektgacha. Bizlarga nima kerak? U yoqdan o'zimizda bor-ku tosh. Asfalt bor. Yo'q, tosh. Asfalt zavod aytyapmiz. Yo'q, Endi tosh demayapman-da. Mana toshingiz ham 13 kilometr. Qayerdan? Bu yerda mana Oqdaryo koni 1981 zaxiralarining bir qismi M37 avtomobil yo'lining 28-kilometrida Chaqtosh sexi. O'tar. Chaqtosh. Bu yerda qariy bor. O'shtaman. Bu nimani yo'lini aytyapti, Oqdaryo yo'li. Oldin, ha, o'shadan. O'zimizda bor-ku yo'q. Ekologiyaga ruxsat olib berasizmi? Unisini bilmadim, lekin bizlar shu nima deb shahardan olib chiqib qoldik. Endi sizlar Fermerlar. mahalla uchun, uyingizga fundament qo'yish, Yo'q. olishni yo'q, misol uchun deyapman. Lekin bizlar mana shuni bergan bizga ekologiya ruxsat Nimani o'sha startlar. 100% olgan, 30%. O'shandan qolgan mana 1125 kvadrat. Birinchi uchastka uchun. Bunda ish turi boshqacha. Endi ikkinchi uchastkani aytaman sizga mana. Buni bitta znagi bor. Ikkinchi uchastka mana 344 metr. 344 metrda ham mana 110 metr 3,5 metr asfalt bo'lyapti. 234 metr 4,5 metr asfalt bo'lyapti. Sizlarni dalanglar. Ikkinchi qo'yadan boshlanib Stadion ko'chasiga chiqayotgan ko'cha. Bunda boshqacha ko'radi. Bunda 20% beryapman. Masalan, 100% astamani bergan, lekin 110 metrga 100% beryapti. Uni toshi yo'q. Aka bilan birga o'lchaganmiz, rasmlari. Stadion yo'lini aytyapti. Yo'q. Bunda boshqa proses ko'rdingizmi? Yerga aslida nimasi toshi masalan xizmati sal farq qiladi. Qolganiga qaraganda. Hammasi farq qiladi, hammasi farq qiladi. Men aytganim hammasini jamlab o'rtacha kvadratini narxini chiqarib bergan menga. Shunda qancha bo'lyapti? Mana endi 3-chi Sredniy narxi. 3-chi uchastka mana. 320 metrligingizda qarang. 320 metrda ham xuddi shu narsa qarang. 113 metrga 4,5 metrlik, 3,5 metrlik asfalt uchun 20% основание beryapman. Qolganiga 100% основание beryapman. 20 santimetr. Mana 207 metrga. Tuproq tashlab nima qilib qo'yibdi-ku. Stadion yo'lmi? Stadion. Bir tomoni poliya. Bunda boshqacha proses ketyapti, to'g'rimi? 270 metr mana. 270 metrda общий 40% beryapman. 40%. Общий. Yo'lda hech bitta ikkitama uchta ko'changizda основание 100%, qolganida foiz beryapmiz. Mana 360 metr, uklon 5-berk deyapmiz. 12 santimetr 100% beryapman основание. Uklon 5 qaysi edi? Uklon 5. Mana bu Zafarakaray ko'chasi. Yo'q, uklon 5 bo'lak ko'rinsa, Qabriston yoni bilan nima? Necha metr deyapsiz uzunligini? 360. Qaynatalar ko'chasi. Qabriston yoni bilan Sabra Makmullar ko'chasi bo'lishi kerak. 360 chiqmaydi. Yo'q, bunday. Mana bitta uyga sizlar Sakrlar ko'chasi chiqishi mumkin. qarang aka. Qabristonni oldidan kirib, bitta uyga qadaldigu, keyin yana boshqalarga addi. Mana shu joy 360 metr. Qarang, uni qayerda 3,5 metr, bu yoqda 2,5 metr. Yo'q, bitta bunisini adashadi.
Qabristonni eshigigacha 4,5 berganman, mana 4-uchastkada. Mana 100 metr. Ha, tuyuyorlar. Ha, qolgan 170 metrni 3,5 bergan. 3,5 keyin yana darsxonadan o'tdik-ku, to'xtatamiz dedi. Chunki yo'l yo'q. Mana endi 4,5 360 da ham boshqa masala. Bu yerda boshqa, bu yerda ham. Xullas hamma uchastkangizda boshqa masala. Общий 7-chi ko'cha. 7-ko'cha. Men ko'ramiz. Sizlarni qarang, 237 metringizda mana. 585 metrni 4,5 qilyapmiz asfaltini. Qolgan qabristondan davomini mana 152 metrni 3,5 asfalt qilyapmiz. Uni nimaga qilayotganligingizning ham sababini ayting. Bizlar aytdikmi o'sha narsani? O'shadan to'rardan qilib. Yo'q, sababi Sababi bular tushunmayapti-da bizda bo'ladi. Bular o'z boshimchalik o'zlari yuribdi-yu, qildirib olyapti. xohlasak biz hammasini ham 3,5 qilishimiz mumkin, lekin u ko'chada gabarit beradi. Gabarit bermagani uchun bo'ldimi shu? Yo'q, gabarit bergandan keyin ham hali joy bor. Agar masalan odamlar darvozasigacha yoki bir agoratchasi bor, yoki lotok qilgan betondan, o'sha yergacha ham joy bor. Mana buni ham menga 4,5 qil deganda, masalan, o'sha qabriston davomini yoki stadionni buyog'ini mana 100-110 metrligini menga 4,5 qilsa, men qilib bera olmayman. Ariq bor, ariqqa tushib ketadi. Shunday. Agar bu hammasi ichki ko'cha, namirma yo'qmi, 5-qo'y farqi yo'q. Men uni hammasini 4,5 berishim mumkin. Metrlaringiz o'sadi. Mana bu 225 ni olmaymiz. Mana bu 6 metrlik 4,5 qilamiz. 4,5larni 3,5 qilamiz. Buni ham olib borish mumkin. 2800, 625. Ular bilan bo'layotgan bo'lsa, qaysi joylardan chiqarmoqchimiz? mana hozir stadion oldigacha bo'lganmiz. Yo'q, stadionda olib bo'ldi. Asoslan yerlar Ana shular bilan hozir kelish nima qilish kerak-da bu yerga. Biz aytsak bu yoqqa tayinlaydi. stadionda olib bo'lmaydi. Quvonishga stadionda qurilmaydi. Darvozagacha. Mana endi smetchini chiqarib bergan. Mana 28-30 smetani nomeri mana 1 metr kvadrat 122 mingdan. Mana o'rtacha raqamdagi ko'rsataman sizlarga. Yonimizniki. Ha, yonimizniki. O'rtacha raqamniki nechi bu qanchadan hisoblab bergan? ular yetdimi? Ular 1 kilometr 100 deb bo'lyapti. 1,5 chiqarib berdi. Ha, 1,5 kilometr deb bergan. Lekin puli oz ular. Mana o'rtacha raqamdagi mana 114 metr. 114 mingdan. Zaki 120 ming. Sredni hisoblab chiqqaningizda 120. Ha, mana shu nechta uchastka hozir 8 ta uchastkalaringizda o'qish kelib chiqyapti o'sha. Birovga Menga qarang, hozir aytyapsiz-ki, mana bu zastavka aql bo'ladi deb. ha, Shunday bo'lsa, naq bir xil ketaveradi. yo'q. Ha, agar bu yerda har bitta ko'changizda kerak bo'lsa, adini chiqarib berish mumkin narxini. Bu endi menga smetchi mana shu 2 kilometr 806 metringizni, bu yerga 2 kilometr 806, lekin asfalt qanaqadir kvadrati bor-da bu yerda misol uchun. 12302 misol uchun. O'sha asfaltdan yig'imiz. Ana shuni 1 metr kvadrati 122 mingdan tushyapti. O'sha основанияsi, planirovkasi, shebeni, podgruntovkasi, beton emulsiyasi. Shibini masalan 1 santimetr 12 qancha? 300. Niye? Qiziq bo'lyapti. Ha, video bo'lyapti. Shibini masalan, shibini qancha bo'lyapti, tosh qancha Ijtimoiy bo'lyapti? tarmoqdan aka. Ijtimoiy tarmoqdan. Shibini qancha bo'ladi masalanda, 1 santimetr bo'ladi. 302 ni Shebeni 3 santimetr. 3 santimetr. 3 santimetr. Podgruntovka 1 metr kvadratiga 7 litr. Asfalt qanligi 5 santimetr. Menga qarang, keyin mana bu tosh masalasi, olib kelish masofalari hisoblanadimi? Albatta. Qancha hisoblanyapti? Mana sizga qanday yurishga xo'sh, mana kimyogarlar qo'rg'onidan beryapmiz. Hudud audisi. Super. super. 13 kilometr. Sizlar obyektgacha. Bizlarga nima kerak? U yoqdan o'zimizda bor-ku tosh. Asfalt zavod bor. Yo'q, tosh. Asfalt zavod aytyapman. Yo'q, asfalt Endi tosh deb aytaman-da. Mana toshingiz ham 13 kilometr. Qayerdan? Bu yerda mana Oqdaryo koni 1981 zaxiralarining bir qismi M37 avtomobil yo'lining 28-kilometrida Chaqtosh sexi. O'tadi. Chaqtosh. Bu yerda Koreya bor. O'shtaman. Bu nimani yo'lini aytyapsiz, Oqdaryo yo'li. Oldin, ha, o'sha tam.
O'zimizda bor-ku yo'q. Ekologiyaga ruxsat olib berasizmi? Unisini bilmadim, lekin bizlar shu nimada ham shahardan olib chiqib Endi sizlar Fermerda masalan mahallaga uchun, uyingizga fundament qo'yish, Yo'q. olishni yo'q, misol uchun deyapman. Lekin bizlar mana shuni bergan bizga ekologiya ruxsat bergan. 355 Ko'paytiramiz 4,5. 1592 kvadrat minus 2130 532 kvadrat. Xo'sh. Keyin stadionni oldida Bu ancha bilan chiqib qoladi. 892 minus 532. Yana 360 kvadrat kerak. xo'sh. Endi stadionni oldini 100 metrda olamiz. Yarim metrda. 100 metr chiqmaydi. yo'q Chiqadi. chiqadi. Aylaniy borib tushlikdagi Qarang, o'sha eng oxirgi xonadon darvozasi. Xonadonni darvozasigacha. Darvozasini yag'i bo'lmaydi. Ha. O'sha darvozadan salgina o'tsa ham mobodo o'rtaga bo'lsa, bo'lmasa o'shagacha bo'lsa ham iloji yo'q bo'ladi. O'zi Yo'q, qabriston yo'q. ariqdan u tomoni chiqsa 30 metr chiqadi-da. Yo'q. Quvurdan yaqin. Ha. Quvurdan to'g'rigacha 30 metr. 33 metr, qaysi cho'skan aytyapsiz? 40 metr. Stadiongacha boradigan. Uzun Stadiongacha boradigan. Stadionga borib burilgandan keyin. Burilyapti-ku. Yo'lchi ko'p masofa. 30 metrga shundaydir. Agar uydan yetishmasa, 30 metrdan chiqmaydi. to'g'ri qildik. Sheberga tashlab qo'ygandi. Burildi. Ha, 30 metrdan chiqmaydi. 33 metrmi qancha hisoblamadik? 33 metrga ham hisoblasangiz 3,5 ga o'sha ham 3,5 dan hisoblanganda 90 100 kvadrat. 100 kvadrat bo'lyapti-da. 115 kvadrat. 115 kvadrat. Shundaymi? 360 minus 115. Yana 245 kvadrat. Ya'ni 245 bo'lsa, hozir men qabr so'raganda nimaga tushib joy bor. Shuni ko'payib char hisoblanadi-ku. Yo'q, 4,5 qabristonga kirish ko'cha bor-ku. Ha, 100 metrni 4,5 qildik. Ana shuni char desa, 3,5. Hay. 350. Bundan ham 100 kvadrat ketadi. Yana 145 kvadrat. 145 sizdan qo'shib olaylik o'zingizda. Qanday aytyapsiz? Bizlar shuncha qo'shyapsiz. Sizga boshqa qo'shsam, hamma mahallangiz chiquvchilari bo'lib ketsa. Qanday? qarangda, keyin bitta nimada mana zasifkalar nimasidan hozir birinchi ko'cha ko'rdingiz, misol 6 metrda qilamiz. U yaqinda o'zi Zasifka. endi sizlar bilasiz, agar qancha taylarni nima bo'lishi. O'shaga ham yaxshi taylandi. Keyin Boshqa foiz beryapman. Ana shu joyda aytaman. Men o'sha 100 foiz. O'sha foizdan Xato bilan bir yo'rilgan deydi. qarang. Sol bizni ko'chaga jarang 355, ha? Ko'paytiramiz 7 ga endi gabarit bilan Mana tashlab. bu Agar hozir buni 4,5 kamga bo'lsa, bu 5,5 bo'ladi. 3,5 dakansi. Ko'paytiraman. 585 kvadrat beraylik. Ko'paytiraman 12 santimetr. 70 kub. Agar 2 mashina olib keladi, olib kelmaydi. Agar 20 kubdan olib kelsa, 2,5 mashina olib keladi. bizni ko'chalardan ko'p. Ko'cha nechi bo'lyapti? 4,5. Bunisi-chi? Bu boradi, 11 bu ko'cha. Qayerda 3,5 bo'lasiz? 3,5 Siyasi sangramachilar ko'chasi. Qabriston. Abzakalarni ko'chasi. Stadionga borish ko'cha. Ana Aladan yo'lida stadionga borish ko'cha 3,5. Shvekalar ko'chasi. Qabriston, Barqulaka, Union 3,5. Tepaga ketgan Kronika ketgan 3,5. Loju. Ma'mur akalarning ko'chasi 3,5. Keyin mana bu nima chiqadi, 3,5 berilgan. Mana shu sizlarga 30 foiz joy bor-ku, mana o'sha Akbar akaning Yo'q. ana shu yerga 4,5 beradi demoqchiman. Nimasi? Endi Hozir qancha yetmayapti deyapsiz? 145. Yana 145 kvadrat.
salmonlarni. O'sha yerda nimagacha anavi nima edi? Ravshanning uyigacha 3,5 bo'lsa bo'lmaydi. O'sha kirish joyi sho'rmonakaga oldi. Ya'ni keyin terilgan. Ya, to'g'ri. Shuncha o'sha uyga yetib qolsa kerak. Boshqa chiqmaydi bu bo'lsa. Ana Ma'murakalar ko'chasining ichiga. Sizlar ko'chalaringizda Niyoz akalar uyini oldi. Qancha anjirab yeysiz? Nimaga yetib 4,5 emas? Yer 4,5 kirgan, o'sha yerda o'zi enib, buyog'i kengayib keyin kirib borish Qisqarib ketganda. 6 metrlik Sa'dim aka bilan 6 metrlik turba tayladi. Mana o'sha yetmadi. 6,5 da bordi-da, turba tayladimi? Asfaltdan. Yazda shiytar. 6,5 yetadi. O'zi yana nechi ko'radi? 100 nechi ko'radi? 145. 145. Bo'lar bir Yerda olsangiz 145. Chiqadi. Chiqmaydi. 50 metr joyda. 50 metrdan joydan 145 kilometr chiqadi. 50 metr. Примерно. Hozir beda ko'rsingan ana shu joyda. Yo'q, u Qaysi zakazasi. Mana bu birinchi, mana bu birinchi uflan bir uzunasiga. uzunasiga ketgan-ku, uzunasiga. 4,5 metr qilingan-ku. Birinchi stadionni ko'chasi emas, 3,5, u stadion ko'chasi. Undan oldingi ko'chani aytyapti. Bu 340 metrlik. Uklandan kirib. O'shani yarmi, o'shani yarmi. Bosh qismi. O'zi 110 metr 3,5 buni. 344 minus O'zi 3,5. Shunday. 234 metr qolyapti u yerda. Sho'rmonakaga kirish. Ha, o'zi 3,5 ekan. Qaysi? Mana bu. Bir 3,5 bo'ladi, to'g'rimi? Bir 6 kelgan, bu yoq 4,5 kelgan. Mana bu 110 metr 3,5 kelgan, bu yoq 4,5 kelgan. Mana bu 100 ko'z 3,5. Bu stadion ko'chasi. Ha. Stadion ko'chasi. Bu yerda 6 kelgan, 6 qisqartirdik, to'g'rimi? Bu yoq 4,5 metr bo'lyapti. Mana bu yerda sho'rmonakaga oldi. Bu yoq. Mana bu. Mana shu stadionni, mana bu alaka uyini oldi. Mana bu sho'rmonakaga oldi. Mana bu Abdakalar ko'chasi. Yer 3,5 kiritilgan, to'g'rimi mana bu? Yo'q, 4,5. Mana shu yerda aytyapmiz, mana shu chorrahadan mana shu yergacha 3,5 qilsangiz yetadimi? 540 minus 430. Yo, mana bu yergacha, mana bu yergacha. Ko'prik 430 da o'sha o'rtasi. Ko'prikgacha. Ha. To'g'ri, qo'ygandim, qancha qo'ysin. 395. 395. Bak, ne tutuyorsun? Şöyle. 185, 100 kadar. Oldu yapıyor. Вот, şu anda. Ha, Zaspiyas'tan ya da Soskiyas'tan şu 1 kilometre, yarım kilometre kilometremiz. 3,5 metr kirish. Ko'p joy qattiq-ku bizda. Agar sal bo'lsa asfaltga ziyoni bor, yo'q yoki 355 metremiz. 355 metremiz. to'la. 4,5 bo'lyapti. Ana shu ko'chani hozir qisqartirdik-ku, shu ko'chani boshqa xizmat bormi? Bor. O'sha ko'cha 300 necha metri 3,5 bo'lyapti? Ha. 300 emas, 100. 100 necha. 55 metre altı bo'lyapti. Hozir. Endi mana 155 metringiz 4,5 bo'lyapti. 155 metr. Mana shundan ham Sizlar ko'chalar Manko'dan yana 3,5. Voy, manku bizarda ko'cha emas. Shodmonlik amirlikda nimaga Ko'chaning qolgani 4,5 deydi.
ko'ryapti. Hozir yo'lda Uyni 3 oldidan konsekvensiya bo'lib qolyapti-da, ana shuni qarang. Minus 3 minus 80 metr bo'lyapti. 80 metr 3,5. Qolgani endi qarang, 155 minus 80. Yana 75 metr to'layapti qolyapti. Shunday bo'libdi. Shu bitta qolish kerak endi. Ya 50 da. O'sha qo'g'irdan o'zgardi. Yo'q, endi o'zgarib ketaversin o'sha. Yo'q, endi siz mana bu kvadratga chiqing deb shu yerdan kamaytiryapsiz-da. Hozir chiqdi. Yo'q, chiqdi. Menga farqi. Prosta qarang, 80 metr 3,5 qolyapti. 75 metrni 4,5 qolyapti. Qolgani polo 4,5 bo'lyapti. Qolgan ko'ryapti. O'lsin. O'sha ko'chada Ikki bo'lyapti. O'sha ko'chada yo'q, qarang endi mana bu. Mana bu yerda ko'prik bo'lyapti. 430 metr 4,5. 430 metr 4,5. Ha, bo'laversin, hammasi bir xil bo'laversin yo'q, qolgani. Buyerda kirish joy bo'ladi, asosiy katta ko'chadan kirish joy 3,5 bo'lyapti. 3,5 bo'lyapti. Mana bu yerda tupik ko'chacha bor-da, 3,5 qildingiz, to'g'rimi? Ularga boshqa 3,5. Ha, ana shu yergacha mana bu ariqqacha 3,5 bo'lyapti, to'g'rimi? Yani undan keyin o'zi 4,5 ketaveradi. Shunday bo'ladi-da. Shu yetib turishdi qo'yadi. Yetib turibdi, endi вообще. Mana bu nimaga anavi bo'lgan, mana bu yoqqa kelgan. Qayeri bu? Tupik. Ya bu topikda biz bu yerdan bo'ldik. Bu yer hisoblanmaydi. Bu yoqqacha bormaydi, asosiy Qayeri bo'ladi. o'zi? Yo'q, yerga men berganman, lekin mana abyomda yo'q mana. 10 metrga 3,5 berganman orqaga. Bittama darvoza bor ekan. Ha, darvoza bor edi. 10 metr nimasi bor? Bir dona darvoza. Bor edi. Bedem bor, ancha Ha, yo'q, bedem darvoza bor, bedem darvoza bor. 10 metr kirish, hatto 10 metr bo'lmasa 5-6 metr kirish kerak edi o'shaga. Agar shuni qo'shib olamiz. Yerga kiriladi, bedem to'g'ri bor, boshqa bor. Ha, bu burilish va asfaltni burilganda sinishi bor, boshqasi bor. Xo'sh, 355 4,5 qolganini qolgan 125 3,5. Endi 140 metrdan tegilmadimi? To'g'rimi? Avval to'g'ri ketib turmaydi. Yarım, 110 metr, 230 metr to'g'ri. Nechinchisi? Ikkinchi. Zali. Ha, mana 3-uchastkada o'zgartiryapmiz. Stadion oldini kesyapti. 3,5 bo'lyapti, mana 100 deyim. Endi mana bu borku, mana 270 metringiz o'sha 3,5 bo'ladi, to'g'rimi? Qayerda 275 metr? Stadionda mana bu qabriston darvozasidan boshlariga pastga tushib 3,5 bo'lyapti. to'g'rimi? Tupikgacha. Tupikgacha bo'ladimi? Yo'q, zakazda deyapti. Mana orada joy bor. Ha, ko'pikgacha-da, o'sha tosh to'pik qo'yibdi-ku, yo'q, stol berib. Shunaqa 300 qancha chiqadi? 270 metr. Mana bo'lsin. Rahmat. 360 Tupikni o'rtasini qo'shdimi yo yo'q? Ha, Qo'shilmadi. yo'q, qo'shilmadi. Ochiq bo'lganda qo'shiladi. mana rahmat. 172 metr qoladi. Yo'q, ularni qo'yadigan Endi Mana 30 metrdan olib beraymi? O'qishga ketadi, o'qishlarni nimaga qo'shib 33 metr emas. Qo'sh olsangiz yetmaydi. Yo'q. Uni ertalab ketadi. salbiylardan qoldirsang nima qiladi? Managi hunarmand reisini Hayır, qolib tursin, men ko'raman agar. Bu qolib tursin, stadiongacha bo'lsin. Men ko'raman. Mana osmoniyasi o'zi yaxshi edi. 360 ta men hozir 40% bermoqchiman. mayli charchamang. Uylar tugab o'sha yerda ochmoqchi edilar-ku. Ha. Shuncha mana 360 metrda
Biz 100 ko'z berganimiz 12, o'shani 40 ko'z beraman. Bu yerda 1,88 kvadrat. Astamani uchun kamayyapti. Asfalt uchun kerak. 30 metrda nima qilamiz? 172 ham qolyapti. 232 metrdan olmadigan. Yuz foiz berganlar 40% beradi. 100% bergan joyi 100% beraman deyapti. Undan ko'ra mayli 1,5 metr ko'paytirib yapsa baribir tezligiga yurmadi, traktor yurmadi. Baribir ertaga stadion desam hamma mashina bilan bormaydi o'sha yoqqa.